Oh, most of my salary goes to my rent. Hey yo, what's up? Bugun sizlar birgalikda ingliz tilidagi 3 so'zning kelib chiquv tarixini ko'rib chiqamiz. Let's go. Birinchi so'z salary. Salary, ya'ni oylik degan ma'noni bildiradi. Bu so'zning kelib chiquv tarixi yerda Rimga borib taqaladi. Sababi Rim askarlarining davrida duz eng qimmat narsa bo'lgan. Ham ularning oyligi uchun duzni yoki duzga tenglashtirilgan pulni bergan. Ham bundan keyin boshqa bo'lsa, bu oylik, ya'ni inglizlar buni salaryga olishadi. Ikkinchi so'z bo'lgan bo'lsa, bu hazard. Hazard, ya'ni xavf degan ma'nosini bildiradi. Bu so'z arab tilidan kirib kelgan bo'lib, al-zahr degan ma'nosini bildiradi. Ya'ni zar, dayn. O'rta asrlarda zard o'yinlari juda xavfli aldovga boy bo'lgan. Ham inglizlar bo'lgan bo'lsa, hazardni to'liq xavf degan so'zga almashtiradi. So'nggi so'z bo'lgan bo'lsa, bu disaster. Disaster, ya'ni falokat, afat, afatchilik degan ma'noni bildiradi. Bu ayyamga Yevropada, ya'ni shunday bir afatchilik bo'lgan bo'lsa, bugan asman javobgar deb aytiladi. Ya'ni des zaman, asti yulduz. Bundan kelib chiqadi, yulduzlardan qat'iy joylashuvi qanday bir afatchilikqa olib keladigan bo'lgan. Al inglizlar bo'lsa, bu so'zni shulay o'zlashtirib olgan. Disaster. Thanks for everyone. Follow me for more videos.